ibrohim ibn Adhamni uyiga bir mehmon kelibdi. Shu mehmon rivoyat qilyapti. Ya'ni bu ulug' katta bir shayx, dunyoga nomi ketgan ibodat bilan, taqvo bilan. Mehmon endi niyati shu odamni har bir harakatidan o'rnak olish. Kirib uyda tursa, u odam yotishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan, Ibrohim ibn Adham. Bitta ridoga o'randi va yonboshi bilan yotdi, kechasi bilan qimir etmadi deydi. Umuman qimir etgan sharpa bilinmadi. Ertalab azon aytiluvdi, turib namozga kirib ketyapti. Men deydi o'zimni tutib tura olmay, "O, tahorat qilmadingiz-ku?" dedim deydi. Ridoga boshingizni burkab olib, kechasi men uxlab chiqdingiz. Hozir tahorat qilmay namozga kirib ketyapsiz. Bu qanaqa gap desam, "Voy bola,